Assalomu alaykum, parranda ishqibozlari. Mana bizni qoravoylarimizga yangi katak. Hozir tugatib mana svejiy video qilyapman sizlar uchun. Shu yangilikda, shu xursandchilik sizlarga ulashyapman sizlar bilan. Xo'sh. Eng avvalo to'g'risini aytaman, menga bu narsani motivatsiya bergan, qiziqtirgan qirg'izistonlik Damir aka o'sh shahridan qoravoylarga bundan da go'zal qilib, dahshat qilib kataklar yasab bergan. Shu akadan motivatsiya olindi va Namangan shahridan Tohirxon ukamiz ham bundan da go'zal kataklar yasab bergan qoravoylariga. Mana shuni ko'rib, niyat qilib, xolis niyat qilib mana biz ham ota bola yasadik, bugun tugatdik mana dadam ikkovimiz. Qoravoylar maza qilib yeyishyapti. Hozir qolmadik. Xo'sh, alhamdulillah. Ozgina shu video sizlar bilan ulashkim keldi, xursandchilikda. Oxiri bu yelimdan yasaldi. Setkalar qalin bo'ldi. Xo'sh, katagimiz bo'yiga 250 adashdim. 150 bo'yiga, bunaqasiga, uzunasiga 5 metr bo'ldi. Bir 50 ga 5 metr bo'yi. Endi eniga bunaqasiga. Bundan bunaqasiga 2 metr bo'ldi. 2 metr. Bundan o'shagacha 5 metr, bo'yiga 1,5. Beton bilan, endi beton salanaqa bo'ldi. 10 sant. 1,60 bo'ladi, toza. Patologimiz ko'rinishi. Xo'sh, patologlar ko'rinish mana. Xo'sh, o'ta yaqin bo'lib ketdingizlar. Xo'sh, mana. Lampochka prosta ishlanmaydi, ikkovi ham. Ishlanishi mumkin, mana kechroq oq qizil shunchaki. Xo'sh. Mana biz polvonlar, qoravoylar yotibdi maza qilib issiqda. Issiqda yotishibdi. Soat ham 3:20 bo'libdi. Ana azizlar. Shularni toza foydasiga tuxumini, jo'jalarni zakaslar olib, shular puliga bitgan narsalar. Alhamdulillah. Juda chotki chiqdi, mustahkam chiqdi. Mana shu ikkita qo'chqor shularni jo'jasiga olingan. Juda ikkita eshik. Keyin ko'payishganda yana o'rtasidan bo'lib 2,5 bo'lib qo'yishadigan bo'lyapti uydagilar inshaalloh keyin. Juda sifatli, mustahkam chiqdi alhamdulillah. Patololarni ham bo'yab, chiroyli qilib, patologi dipsa karton. Mana tuxum qo'yadigan joylarini ham chiroyli qilib, ozgina yana 3-4 ta kamchiligi bor, uni ham to'g'rilaymiz, uni qilamiz, xudo xolasa. Hozir ozgina shoshilinchda, xursandchilikda bo'lishkim keldi sizlar bilan. Bu chista anaqa yelim. Chista yelim bu. Suv idishini ham sizlarni borib akalariga iltimos qilib yasab berishdi. Hozir bu 1,5 litrlik bakalashka. Ichi teshilgan, suv to'kilib ketsa ham bu teshikdan chiqib ketadi, tagi chiramaydi. Shunaqa chiroyli qilib, buni bizani qalin qildik, shu oyoqlari sal o'rnashganga, bo'lak qilganga kattarog'idan qo'yildi. Qo'noq. Buni ham dahshat qildik, alhamdulillah, dadam ikkovimiz. Mana qoravoylar.
Bu ikkovi o'xshash egizaklar. Mana go'zalligini ozgina bularni ham video qilib ketay. Mana meni qoravoylarim alhamdulillah ikkitasi tuxumda, ikkitasi to'lovni yana boshlashyapti. Bu bilan to'lovda, kavo nargisi to'lovda. Bu mana tuxumda. Lekin ora-orada xirlaydi. Bu xiraniski bo'lib qolgan. Rustamjon akadan olingan. O'sha payt ham 2 yil, 3 yil oldin ham shu xirillab yurardi. Atak yeb ichishi tuxumda sog'lom. Hali xirillashni aytaman-da, hali videoda agar xirillab anaqa eshitilgan bo'lsa, ahamiyat bermaysizlar, bu xiraniski bo'lib qolgan. Alloh alam hali vaqtida hali davolanmagan. Xirillayapti. Bu qo'rqinchli emas. Alhamdulillah. Hozir turgizaman. Turlaring. Bir o'zlaring ko'rsatadilar. Xorrozimiz alhamdulillah mana juda 2 tillardan o'tdi-da, 2 yashardan o'tdi hozir. 2 yashardan o'tdi-da bu xoroz. Mana pixini hisobga olmaganda, pixini yaqinda kesamiz, xudo xolasa, vaqt bo'lganda. Yuzlari mana, ko'rinishlari, parlari 8-9 oylik jo'ja xoroz beradi. Avazbek aka liniya, Azbek aka liniya. Mana o'sha tuxum qo'yadigan joylariga ahamiyat berishyapti makonlarimiz. Ozgina buni ham video ko'rsatkim keldi mana azizlar, sizlar bilan ulashkim keldi. Juda chiroyli qilib saralab makonlarda yig'ib olganman. Yaqinda mana mehmonlar tuxum olib ketdi, juda xursand bo'lib ketdi. Videosini qo'yganman, ko'rsalaring bo'ladi. Xoroz yelkasi mana shu go'zal. Xoroz yelkasi bor-ku. Yelkasi go'zal. Asal, go'zal xoroz. Mayli. Tepadan ko'rib, tepadan olyapman. Hozir endi o'tirib olaman-da. O'tirib olsam mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana parranda ishqozlari sizlarga shu yangilikni ulashkim keldi. Alhamdulillah va ulashdim. Xudoga shukr. Xudo xolasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana yangilikda ko'rishamiz.